Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli hemşirler, men bugun sizlarga Julaybib radhiyallohu anhuning tarixini o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Julaybib haqida Julaybib meningki, men Julaybibninki degan. Uning ismi mukammal bo'lmagan bir o'zgacha ism edi. Pakar, vijik degan ma'noni bildiradigan Julayb degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, bu ism uning jug'uning kichikligiga, bo'yining haddidan ziyoda pakarligiga qartilgan edi. Uningdan tashqari, boshqalar uning sat, ko'rimsiz, kishini bezor qiladigan turqiga qarab, uni Damim deb atashadi. Texmi yomon bo'lgani, Julaybib o'zining nasibini bilmaydi. Dadasining, onasining kimligini, o'zining qaysi qabilaga mansub ekanligini bilmaydi. Bu u yashayotgan jamiyatga nisbatan cho'ng ojizlik edi. Julaybib bundaq oila kelib chiqishi va qabila munosabati nihoyatda muhim o'rin turadigan jamiyatdan hech qanday hissdoshlik, yordam, qo'g'dash yoki qo'llashni umid qilolmaydi. Demak, u o'zining arab ekanligini biladi. Yangi bir islomiy jamiyat qurilgandan keyin u ansarlarning biri bo'ldi. U balkim Madinaning yoqasidagi qabilalarga mansub bo'lib, keyin Madinaga kirgan edi. Yoki bo'lmasa, aslida Madinalik bo'lgan ansarlardan edi. Yuqoridagi ojizliklari tufaylidan Julaybib har qanday jamiyatda yetim qoldirilishi va masxara qilinishi turg'anli gap edi. Amaliyotda Aslam qabilasidan Abu Barza deb ataladigan bir odam uni o'zining uyiga kirishdan cheklagan edi. Bir qatam u ayoliga: "Julaybibni hargiz uyga kirgizma. Agar u uyga kirsa, men uni hargiz bosh qo'ymayman" degan edi. Julaybib erlarning masxara qilishiga uchrasa, doim ayollar jamoasiga berib panohlanadi. Julaybibning boshqalarning hurmatiga va diqqatiga sazovor bo'lishidan umid bormidi? Uning insonlarda bo'lishga tegishli bo'lgan hissiyot jihatdagi rozimanlikdan bahramand bo'la olishidan umid bormidi? Uning boshqalar bahramand bo'layotgan tuqqandochilik munosabatidan bahramand bo'la olishidan umid bormidi? Payg'ambar alayhissalom yetakchilik qilayotgan bu yangi jamiyatda Payg'ambar alayhissalomning o'zliksiz diqqatini tortib turadigan eng muhim hayot-mamotlik masalalari va bartaraf qilinishini kutib turgan davlatning cho'ng ishlari oldida u tilga og'achiligi yo'q oddiy bir odam bo'lib qolarmi? Turmushdagi cho'ng masalalarni bilib turganga o'xshash, hurmatli payg'ambar alayhissalom o'zining namrat sahobalarining hojatini va hissiyotini nihoyat obdan tushunatdi. Bir qatam Rasululloh Julaybibning turmush ishlarini o'ylab, ansarlarning birining uyiga bordi va uningga: "Men qizingni so'rab keldim" dedi. "Nima degan katta ish ey Rasululloh? Haqiqatan xo'shallanarli ish bo'pti" dedi bu ansari. Aniqki, u xushallikdan yayrab ketgan edi. "Men qizingni o'zimga so'rab kelmadim" dedi Rasululloh. "Undaqda kimga ey Rasululloh?" dedi bu odam sal umidsizlanib. "Julaybibga" dedi Rasululloh. Bu ansari Rasulullohning gapini anglab, nihoyat cho'chib ketdi. Va "Aralloh, men onasi bilan maslahatlashib baqay" deyaladi. Ondan ayolining qishiga berib uningga: "Rasululloh qizingni so'rab ketdi" dedi. Ayoli nihoyat hayajonlanib: "Nima degan yaxshi ish? Bu haqiqatan xo'shallanarli ish bo'pti" dedi. Ondan eri qo'shib qo'ydi: "Rasululloh qizingni o'zi uchun emas, balki Julaybib uchun so'rab ketdi."
Onun hayranlıktan gözleri çekçiyip gitti. Julaybibga? Yo'q, hargiz Julaybibga emas. Hamisha tirik Alloh bilan qasamki, men qizimni hargizmi Julaybibga bermayman, dedi u darhol norozilik bildirib. Bu ansari ayolining so'zini payg'ambar alayhissalomga yetkazib qo'yish uchun mamoqchi bo'lib turib edi. Onasining noroziligini anglagan qiz onasidan: "Meni kim so'rab kelibdi?" deb so'radi. Onasi uningga payg'ambar alayhissalomning uni Julaybibga nikohlab qo'yish taklifini berganligini aytdi. Qizi bu to'y taklifining payg'ambar alayhissalom tarafidan qo'yilganligini hamda onasining buningga butunlay qarshi turganligini anglab, to'liq jiddiylashib ketdi. Va "Sizlar payg'ambar alayhissalomning talabini rad qildinglarmi? Meni Julaybibga beringlar. Jazmanki Rasululloh menga hargiz yomonlik qilmaydi." Mana bu musulmonlardan nima talab qilinganligini aniq tushungan bir haqiqiy buyuk insonning javobi edi. Musulmonlarga nisbatan Rasulullohning talabi va buyrug'ini xushallik bilan qabul qilishdan yaxshiroq va ulug'roq, u xushal bo'ladigan va rozi bo'ladigan ikkinchi bir ish bormi? Shubhisizki, payg'ambar alayhissalomning biz ismini bilmaydigan bu sahobisi Allohning Qur'on Karimdagi mo'nu oyatini biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqarganda, ayol mu'minlarning bu ishga nisbatan ixtiyorligi bo'lmaydi. Kimki Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qiladigan, jazmanki do'zaxga kiradi. Sura Ahzab 36-oyat. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning o'rlashtirishi bilan bo'lgan. İslamның baravarlik ruhini tiklaydigan Zaynab binti Jahsh bilan Zayd ibn Harisaning to'yi to'g'risida nozil bo'lgan edi. Zaynab ilgari bir qul bo'lgan Zaydga yotliq bo'lishdan nihoyat nomus qilib, uni rad qilgan edi. Ammo payg'ambar alayhissalom ular ikkisiga nasihat qilib, ondan to'y bo'ldi. Bu nikoh Zaynabning ajrashib ketishi bilan oxirlashdi. Ve ahirki hesapta o payg'ambar alayhissalomga yotliq bo'lgan edi. Bu ansari qiz ota-onasiga yuqorqi oyatni o'qib berib, ondan: "Men Rasululloh menga yaxshi deb qaragan ishdan rozi bo'laman va itoat qilaman", dedi. Payg'ambar alayhissalom bu qizning javobini anglagandan keyin uning uchun mundoq deb duo qildi: "Ey Robbim, Onunğa dərgahından köp yaxşılıq ata qılğın. Onun turmuşini jafo mushaqqatlik turmuş qılmagın." Aytilishicha, ansarlarning ichida uningdan yaxshiroq kelin bo'lmagan edi. U payg'ambar alayhissalom tarafidan Julaybibga yotliq qilindi. Hamda toki Julaybib shahid bo'lguncha ular birga yashadi. Julaybib qandoq shahid bo'ldi? U payg'ambar alayhissalom bilan birga bir g'azotga chiqqan edi. Ular bir to'p mushrikqa uchrab qilib, qattiq urush bo'ldi. Urush oyoqlashganda payg'ambar alayhissalom sahobalardan so'radi: "Sizlar bir kimni yo'qotib qo'ydinglarmi?" Ular shahid bo'lgan tuqqanlari va do'stlarining ismini tilga olishdi. Payg'ambar alayhissalom bu savolni boshqa sahobalardan so'rab edi. Ularmi o'xshashla urushda shahid bo'lgan yaqin do'stlarining va tuqqanlarining ismini tilga olishdi. Yana bir to'p sahobalar hech qanday urush tuqqanlari o'lib ketmaganligini aytgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ammo men Julaybibni yo'qotib qo'ydim. Urush maydonidan uni izlab beqinglar", dedi. Ular uni 7 mushrikning orasida yotgan holda topdi. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib, o'zining pakar va ko'rimsiz sahobasi Julaybib yotgan yerga keldi. Uning yonida turib: "O 7 mushrikni o'ldirib, ondan shahid bo'pti.
Jazmanki, Julaybib meningki. Men Julaybibninki, dedi. Ve bu sözünü 2-3 qitim tekrarladı. Ondan onu bilekleri arasıga elip götürdü. Onunğa Rasulullah'ның bileklerinden yaxşırak ikinci bir karavat bulmagan edi. Peygamber aleyhisselam onunğa bir qabri kolap, özü yerlikti koydu. O yuyulmadı. Çünkü şehitler yuyulmayla kiyinleri bilen defne kılınatdı. Julaybib ve onun ayali adatda qilgan amalları taraflanadigan, qahramonlik ish faoliyatları davomliq ixlos va hurmat bilan tilga ilinib turadigan sahobalarning orasida tilga ilinmaydi. Ular to'g'risidagi materiallar kamchil bo'lsa-mu, ammo yuqorida tilga ilingan faktlardan biz ularning o'z nafsidan boshqalarni ortiq ko'radigan esil fazilatini ko'rib olamiz. Bir çağlarda Julaybib ümitsizlik ve özünü kemsitishida qolgan edi. Ammo Peygamber aleyhisselam onunğa ümit ve qadr-qimmat ilib keldi. Natunush ve ismi bilinmagan jismoniy jihatda kamtik bir odamning ayoli bo'lishga darhol rozi bo'lgan bu ansoriy qizning fazilati bo'lsa, islomni haqiqiy ve cho'nqur tushungan bir esil fazilat edi. O, Julaybibga yotliq bo'lishni rad qilish orqali ota-onasining qo'lishiga erishalaydi. Ammo u o'zining shaxsiy orzu-havaslarida payg'ambarning buyrug'ini a'lo bildi. U jamiyatning besimiga va qarshiligiga qarab qolmadi. Onun Peygamber aleyhisselamның ko'rsatmasiga ve her qachon o'zini foydali ish qila buyuradiganligiga cho'nqur ishonchi bor edi. Bu amaliyotda haqiqiy mu'minlarning iymoni edi. O'zining jismoniy ojizligi tufaylidan jamiyat tarafidan yeklangan va kamsitilishga uchragan Julaybib hürmetlik Peygamber aleyhisselamның yardımı, ilhamlandırışı ve teselli berişi arqılıq acayip kahramanlıq görüstüşke ve en âli qurban berişke, yani şehitlikka hem de Peygamber aleyhisselamның maqtışıga müyesser bolaladı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.